Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Asad. Bugun seshanba. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizin təfsilatı olsun. İstanbulda 20 leksiya namlıq muhakimə yığını ötküzüldü. Uyghur Project Fondi və Məşəl Uyghur qrupsi birlikdə uğurlaşdırğan Devir və Biz 2023 İstanbulda 20 leksiya 2023 temasında ilmi muhakimə yığını 9 ayının 23-24 günləri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitede ötküzülgən olub, yığında 8 dövlətdən gəlgən 20 kişi leksiya berişə qatnaşqan. Yığınğa İstanbul ətrafında yaşaydigan Uyğurlardan təxminən 100 ətrafında kişi iştirak qılğan. Bu yığın naq meydandan tarqıtılğan olub, xalqara ilmi muhakimə yığınlarının səviyyəsindəki yuqori sifatli fəaliyyət bolğan. Yığında köpçülükə sunulğan maqallar Uyğurlar növbətdə duş gəlgən məsələ və təhdidlər, ularning kelib chiqish sabablari va ularni hal qilishning chora-tadbirlarini mazmun qilgan bo'lib, bu faoliyatda bugungi davrda chet ellarda yashayotgan bir qism Uyg'ur ziyolilarining millatni tarbiyalash va yetaklash jihatdagi aqliy izlanishlarining namoyandalarini ko'rib olg'ili bo'ldi. Yığında İstanbulda 20 leksiya 2023 namlıq fəaliyyətə əvətilgən əsərlərdən 37 nəfər yazğıçının 44 parça maqalası kirgizilgan Devir və Biz namlıq kitab yığın qatnaşçılarına tarqıtıb verilgan. Amerikanın sabiq muavin prezidenti Mike Pence Xitoyni eng cho'ng tahdid dedi. Daily Wire to'rining 18 sentabrdagi xabariga ko'ra, Amerikanın sabiq muavin prezidenti Mike Pence 17 sentabr CNN xabar kanalidagi Jake Tapperning ziyoratini qabul qilganda, uningdan Janubiy Karolina shtatining sobiq boshlig'i Nikki Haleyning yaqinda Xitoy Amerika uchun tahdiddir degan so'z to'g'riliq savol so'ralgan va Pence o'zining kommunistik Xitoyni Amerika duch kelayotgan eng cho'ng tahdid deb qaraydiganligini aytgan. Pence mundaq degan: Xitoy Amerika 21-asrda duch kelgan eng cho'ng iqtisodiy va strategik tahdiddir. Men o'zimiz vazifa o'tagan mezgilda Amerikaning Xitoyga qaratgan davlat siyosatini o'zgartirishga rahbarlik qilganligimdan faxrlanaman. Demakchimanki, ko'p yillik savdo dafsandichiligi, aqliy mulk o'g'irligi, Osiyo Tinch okeanidagi harbiy ig'vogarchiliklardan texmi chatqi musulmon Uyg'urlarga va xristian to'plarga qartilgan kishilik huquq dafsandichiliklardan keyin biz Xitoyga bo'ldi bas degan signalni berdik. Biz Xitoyning 250 milliard dollar qiymatidagi mollarga tamojna beji qo'ydik. Biden hökuməti elə həm bu bajni bekar qılmagan bolsunmu, biz besimni texim kuchaytirishimiz kerak. Chunki biz Xitoyning xo'rikining barğansir o'sib ketganligiga shohid bo'lmoqdamiz. Agar men Amerikaning prezidenti bo'lsam, biz buningga Amerikaning kuchi bilan inkas qaytaramiz. Taki Xitoy xatoliklarni tuzitib, xalqaro savdo qoidasiga amal qilmoqcha, biz Xitoyning Amerika bozoriga kirishni cheklaymiz. Biz yana 355 dona urush paraxotiga ega dengiz armiyasi quramiz. Ishonamanki, biz Osiyo Tinch okeanda Xitoy dengiz armiyasidan eshib keta olamiz. Amerika Moliya Ministerligi Amerika Xitoy iqtisod va pul muomala xizmati guruhi qurib Reuters agentligi to'rining 22-sentabrdagi xabariga ko'ra, Amerika Moliya Ministerligi Amerika Xitoy iqtisod va pul muomala xizmati guruhi qurmoqda ekan. Amerika Moliya Ministerligining 22-sentabrda bildirishicha, mazkur ministerlik iqtisod va pul muomala masalasida 2 dona Amerika Xitoy xizmat guruhi qurayotgan bo'lib, bu guruhlar dunyodagi eng cho'ng bu ikki iqtisodiy gavdani qarorlik siyosiy aloqa munbir bilan ta'minlashni maqsad qilgan ekan. Bu haqda Amerika Moliya Ministerligi o'z bayonotida mundaq degan: bu ikki guruhga qarorlik uchrashib turdi. Hamda Amerika Moliya ministri Yelin bilan Xitoyning muavin bosh ministri He Lifengga doklad berdi. Yelin bu haqda munolarni bildirgan: bu xizmat guruhlari Amerikaning manfaati tutumlarini va andisini Xitoyga yetkazish, ikki davlat o'rtasidagi sog'lom iqtisodiy raqobatni ilgari surish, Amerika ishchilari va korxonalarining raqobat sharoitini takomillashtirish hamda yer shari xarakterli xiraslarni hal qilish uchun hamkorlikni ilgari surishdagi muhim munbar bo'lib qoldi. Suhbatlashish intayin muhim. Bo'libmi, ixtilof ko'rilganda texmi shundoq. Xitoy Moliya Ministerligi va Markaziy bankisi birdak bayonot e'lon qilib, Amerika Xitoy iqtisod va pul muomala xizmati guruhining qurilganligini dalillagan bo'lsa-mu, ammo bu masalalardagi aloqa va hamkorlikni kuchaytirishni maqsad qilganligini bayon qilishdan boshqa tafsilotlarni oshkorlamagan. Xitoy Suriya bilan strategik hamkorlik o'rnatganligini jakarladi.
Күзәткүче торының 22 сентябрдагы хәбәргә күрә, Хитаенның дәүләтлек таратқысы булган Шинхуа агентлыгының хәбәрдә күрсәтелүчә, Xitoy raisi Xi Jinping bilan Suriya prezidenti Bashar Asad 22 sentabr Xitoy bilan Suriyaning strategik sheriklik munosabat o'rnatganligini jakarlagan. Ikki rahbar Osiyo tin harakat musobaqasining ochilish murosimi arafasida ko'rishgan bo'lib, bu Bashar Asadning 2004-yildan buyon tunji qitimliq Xitoy ziyorati ekan. Bashar Asad G'arb tarafidan chatga qaqilgan bo'lsa-mu, Xitoy tarafidan qarshilangan bir qator rahbarlardan biri bo'lib, uningdan sirt Venezuela rahbari Nicolas Maduro, Iran prezidenti Ibrahim Raisi va Rossiyaning yuqori darajalik amaldorlari bu yil Xitoyni ziyorat qilgan. Xitoyning bu harakati o'zining O'rta Sharqdagi nufuzini kuchaytirib, bu rayonda Amerikaning yetakchilik o'rnini egallash urinishining bir qismi deb qaralmoqda. Xitoy Lanzhou shahridagi mashhur masjidni xitoychilashtirdi. Yukan News torining 23 sentabrdagi xabariga ko'ra, Xitoyning g'arbiy shimolidagi Gansu o'lkasidagi hukumat doiralari 17-asrda silingan mashhur Shiguan masjidining qisman joylarini chiqib, uning arab uslubidagi qurilmasini xitoychilashtirgan. Zimiston torining 18 sentabrdagi xabarda ko'rsatilishicha, doirlar Shiguan masjidini xitoychilashtirishni 2020-yilda planlagan bo'lib, chiqish ishlari bu yil avgustda boshlangan. Xitoychilashtirish Xitoy kompartiyasi tashabbus qilgan siyosiy ideya bo'lib, u har bir shaxs va organning sotsialistik prinsiplarga qattiq amal qilishini va kompartiyaning rahbarligiga sodiq bo'lishini talab qildi. Garchi Xitoy hukumatı bu ishni muzokara qilmaslik haqida buyruq tushirgan bo'lsa-mu, yerlik aholilar Shiguan masjidining chiqilayotgan holatini suratga tortib to'rga yo'llagan. Zimiston torining ko'rsatishicha, Xitoyning har qaysi joylardagi masjidlarning masjidga o'xshab qolmasligiga kafolatlik qilish uchun masjidlar birdek holda xitoychilashtirilmoqda ekan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.